Sovg'a berib turinglar ayollaringizga tez-tez. Sovg'a berib turinglar. Ayol kishiga qimmat sovg'a ham kerak emas. Ayol kishiga 20 ming turadi bitta atirgul. Ishdan qaytyapti 20 ming so'mlik bitta atirgul olib oling-da. Boshqacha bo'ladi o'sha kun. Seni zo'r joyga olib boringmi? Samami joyi chiroyli. Yur ketdi kiramiz. Qanaqa joy bet? Voy, eshitmaganmisan? Hozir trendda yurgan chokolukmaga olib keldim seni. Hozir mana chokolukmani eng zo'r narsalaridan bittasini zakaz qilganman. Hozir olib keladi, yeb ko'ramiz, mazza qilamiz. Shuni aytganmidingiz? Albatta. Juda zo'r. Yemaganman bunaqa shirinlikni. Ishqib qimmat emasmi? Yo'q, jinniroqmisan? Bor yo'q 25 ming. Mana qulupning bilan yomon chiqisharkan lekin. Bilasanmi, chokolukmani Toshkentda 9 ta filiali bor. O'zingga eng yaqiniga borib, bemalol o'rtoqlaring bilanmi, oilavingmi tanovul qilib ketsang bo'lar. Nobbodo agar kela olmaydigan bo'lib qolsang, Toshkent shahri bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Bemalol zakaz qilaverasan. Zo'ra?